Yuzdagi ugrilar ko'pincha genetikadan bo'ladi, noto'g'ri ovqatlanishdan, или nimadir reaksiya bergan bo'ladi. BMW сколько стоит debdi. Который я заказывал, стоит 163. 163 ming dollar. Xo'p, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xo'p, assalomu alaykum, assalom. Qariya ishlar yaxshimi, ustoz? Nima gap? Yuridiskilar tinchmi? Yelkaga eng yaxshi mashq Mahif Store'ni. Asimetriya bor, shuni qanaqa qilib to'g'rilasa bo'ladi? Вот именно asimetriyani to'g'rilash uchun единственный способ o'sha qiyshaygan joydagi atrofidagi mishsalarni tonusga keltirish, ya'ni trenirovka qilish. Ro'za tutasizmi? Da, ro'zaman, Xudoga shukr. Shogird bormi debdi? Bor. Offline 150 ta, online 750 ta. O'g'il bola va qiz bola do'st bo'la oladimi, yo'q? Testosteronni qanaqa o'lchaydi? Uni analiz topshiradi. Assalomu alaykum Tojikiston, assalomu alaykum. Sizga Cadillac yarashadi, oka. Endi Cadillac komforti linikini oldida choy ichadi-da, o'zi Latipovga intervyu berganimni ham gapirganman. Birinchi taxoy olmoqchi edim. Taxoyning ichiga o'tirsam, haqiqatda hech nima yo'q ichida. O'zbekiston Xitoy haqida nima deysak debdi. Uni o'zini gapiradiganlari bor. Maslahat bering. Qaysi magazindan sport ozuqalar olish maslahat berasiz? Hammasini o'ziga yarasha assortimentlari bor. Men masalan atlet.uz bilan live sportdan olib turaman bolalardan. Chunki ular ham prosta takka borib olmayman, degustatsiyaga jo'nachadi, axataki ichib ko'ring deb. Ozish uchun nima maslahat berardingiz? Semirishga majburlagan ishlarimizni kamaytirish maslahat berardim. Xo'p. Aka, ro'zada ves tushib ketyapti. Nima maslahat berasiz? Uglevodni ko'paytirgan, og'iz yopadigan payti, допустим, guruch bilan yopaylik, baquvvatroq yeb. И вот tvorog bilan yopaylik. Keyin trenirovkada mala paftorkaga e'tibor beringlar. Ja ko'p qolib ketmanglar. Yarim soat trenirovka qilinglar yetadi, chunki sizlarda metabolizm juda tez ekan sizlarcha. Mana shu tanangizga qancha kashi pul ketgan? Yaxshi savol. O'ta zo'r savol ekan. Ahad aka, umringiz davomida qilgan afsuslangan xatoyingiz. Bebaho vaqtimni arzonchi odamlarga sarflaganimdan afsuslanaman. Assalomu alaykum ustoz debdi, Amudaryodan debdi. Va alaykum assalom Amudaryo. 190 55 aka semirishga yordam bering. Ya'ni eng oson narsa. Oyoq katta bo'lsa, tana katta bo'ladimi? Общий aksent beraylik. Aka trenirovkadan oldin 4 pat xotkin qilolmay qolyapman. Ro'zada nima qilay? 3 pat xot qil. Testosteron ichsa ves turamidim nima degan ekan? Ahadaki Gulistonda Nizomiddin akamni taniysizmi? Zargar. Yo'q, tanimas ekanman. Tak, 181 qancha vazn? Tak, hech kim sayyor savollar-ku da. Testosteron ichsa ziyoni yo'qmi? Testosteron nima degani ichadi? Tribulus ichsa degan testosteron ko'tariladi. Nima debdi ham bola? Sevgidan kuygan chiya bo'riga nima deysiz debdi. She'rdan uzoqroq yur. Ahadaki trenirovka har kuni qilsa bo'ladimi debdi. Yo'q, через день qilamiz. Ozishga maslahat bering debdi. Sport, dieta.
qora non bilan buxonka semirtirmaydimi? O'zi вообще nonni chiqazib tashlash kerak ratsiondan. Nonni вообще chiqazib tashlash kerak bu atlet. Keragi yo'q nonni. Necha yoshda zalga chiqqansiz? Xo'p, 7-sinfda birinchi marta tosh ushlaganman. 1.74 ga 52, yoshim 15 da massa olishga nima maslahat berasiz? Atak massa olishga qiziqmasligingni maslahat berarim. Mishishning massaga ozgina vaqt kerak, shoshilma. Chunki semiz bolachalar полностью больницada yuribdi. Уже даже psixolog qabuliga kirishni boshladi. Do того semirib ketganman. Ishonmasang, semiz o'rtog'ingdan so'ra. Qornim hech yo'qota olmayapman, nima qilay debdi. Yo'qotgan odamlardan maslahat so'ra, ustoz ol. Bemalol bosaver. Xo'sh. Kurs zararlimi? GZT bo'lsa, doktor nazoratida bo'lsa, yo'q. BTSA protein qanday foydasi bor? Xo'p, BTSA anaqa yo'lda gapiraylik, tabiiy yo'lda. Это как будто BTSAni ukrop, ko'kat, anaqa ovosh deylik, proteinni tuxum, go'sht, tvorog deylik. O'shani qanday zarar foydasi bor? Tvorog, tuxum oddiy yegulik, u ham xuddi shunaqa. Bodybuilder vohli o'lib ketadimi debdi. Endi u taqdiriga yozilgan bo'lsa, bodybuilder emas, вообще kardiolog ham o'lib ketadi. Taqdiriga yozilgan bo'lsa. Assalomu alaykum, Angren, assalomu alaykum. Testosteron olsa zarari bormi? Смотря necha yoshda, 1.90 ga ves necha bo'lish kerak, uni ahamiyati yo'q. Xo'sh. Protein va kreatin bilan novichoklarga bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Albatta bo'ladi. Assalomu alaykum, tuzimiz sog'ligingiz yaxshi. Va alaykum assalom, rahmat. Ovsyanka ham foydasi bormi? Zo'r narsa. Qayta javobsiz. Rahmat To'laganov, ijodlarga omad tilayman. Endi o'rganib qolganmiz bu savollarga. Bir vaqtlar men ham bu yigitlarning yoshida bo'lib shunaqa ichim savolga to'lib ketganda, keyin mana yillar o'tib aslida hamma javob o'zimda bo'lgan ekan. Endi bularni ham tushunaman. Hayotiga har xil ma'lumotlar kirib kelib, media kirib keldida, miyasi chalg'ib bitta yo'nalishda ushlolmayapti. Bizda bitta yo'nalish bor edi. Turnik, brus, отжимание qilasan bo'ldi. Boshqa hech nima yo'q. Chalg'ishga ichadigan nimadir bormi, unaqa narsa ko'rmaganmiz. Ana o'sha yutug'imiz bo'lgan ekan. 18 yoshman, qaysi proteinni maslahat berasiz? Mana 18 yosh bola protein to'g'risida o'ylaydi. Tuxum degan proteinni maslahat beraman. Xo'p. Rahmat, Ziyoda, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Haqiqiy erkak bo'lish uchun nima qilish kerak debdi. Ota-onaning duosini olish kerak, xizmatini qilish kerak. Haqiqiy erkakning urovini shunaqa bo'ladi. Rossiyada ishlayman. Sport zal juda uzoq. Отжимание press qilib qolmaydi, albatta. Xo'p, u to'g'risida ham домашний trenirovka to'g'risida ham 2-3 ta instrument bilan o'sha videosini olishni boshladik mobilografim bilan. Обязательно hammaga qulay qilib qo'yib beramiz. Eng jaydari bolalarga ham hamyonbop narx taqib hammasini qo'yib beramiz. Gazini bosaveringlar. Misol uchun, menda ham sharoitim bo'lmagan payti nimalar qilganimni, anaqa karantin payti nima qilganimni. Akajon, bizga ozroq yordam bera olasizmi? 19 yoshli o'g'lim yura olmaydi, dadasi vafot etgan. Ertaga anaqaga olib keling zalga, ko'zimiz bilan ko'raylik. Biz ko'rganimizga ishonamiz, eshitganimizga emas, ko'rganimizga. Erkak kishi fakt ko'rib, keyin gaplashadi. Eshitganiga ishonmaydi u. Mana oldimga mana ko'pchilik olib keldi. Qashqadaryodan ham ana kuni olib keldi qizchasini. Ko'rsatdi-yu, ko'rsatsa почему нет? Сразу storiesga qo'yib berib, o'zimizni ataganimizni ham zaldagi bolalar ham o'zini hadyasini sразу olib chiqib beradi. Faqat fakt bo'lsin. Tak. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. UFC ko'rdim-da, Magomed Ankalayevga balet qilganim, молодец. Hayotga qiziqish uchun nima qilish kerak debdi.
hayoti tugab borayotgan odamni suhbatini olish kerak. Karnivor yoki izolat protein qaysi biri yaxshi ta'sir qiladi? Ikkalasi ham bir xil narsa. Как будто tuxum oqi qanaqa ta'sir qiladi, boshqa tovuq tuqqan tuxum qanaqa ta'sir qiladi degandek gap. O'zbekistonda siz hurmat qiladigan bodybuilderlar kimlar? Hammasiga hurmatim cheksiz. Hammasi oilasiga qarab, bola chaqasini boqib yuribdi-yu. Hammamiz barakadan umidvormizmi? Demak, ishlariga rivoj tilaymiz. Bizni yomon ko'radigan bodybuilder yo'q. Lekin bizni yomon ko'radigan ko'p ekan. O'shalarni ham ishlariga rivoj tilaymiz. Erkakda qachondan testosteron paydo bo'ladi? Tug'ilgandan. Pasayishi lekin shu 30 dan keyin, 25 dan keyin boshlanadi. Testosteron ko'paytirish uchun erkak nima dori ichsa bo'ladi? Qiz bola beribdi bu savolni. Qarang, testosteron ko'paytiradigan narsani o'ylamang singlim. Agar turmush o'rtog'ingizga harakat bo'lsa, testosteron tushiradigan narsalarni o'qib chiqingda Google'da, o'shalarni olib tashlang ratsiondan. O'zi sekin joyiga kelib oladi. Testosteron tushirishga sababchi narsalarni olib tashlang. Keyin fizический нагрузка qo'shilsin. Fizический нагрузка qilgisi kelmasa, peshkom yuringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ramazonda ves olish uchun nima qilsa bo'ladi? Bu to'g'risida video qo'yganmiz, kanalim ham bor. Xo'p. Ves olish uchun nima qilish kerak? Bir xil savollar ekanda. Da. Onlayn kursingizni qayerdan topsa bo'ladi? Xo'p, mana burchakda ikkita adminim nomeri bor. Как раз 1 oy davomida skidkada onlayn darslarim. Erta ro'zada nima qiladi? 1,5 yillik ma'lumot yig'ilgan. Bemalol olavinglar. Musofirdagilar ham motivatsiya bering. O'rtancha farzandman. Problemalar yig'ilib ketyapti debdi. Problema yig'ilib toshib umringni oxirigacha ko'milib ketguningcha san bilan. O'tugamaydi, u menda ham bor. Yig'ilib kelaveradi. Qaysi уровеньga chiqqaning sari shunga yarasha problema keladi. Так что oyog'ing yurib, yuraging urib turibdimi? Normal problema bilan kurasha olasan. Lekin uni yuta olmaysan, atlet. Uni yutish iloji yo'q, uni hech kim yuta olmagan. Lekin tengma-teng kurashishga senga bitta narsa so'raladi. Sog' bo'ldi. Aka, sevgini nimaga o'xshatasiz debdi. Qalam bilan o'chirg'ichga, qalam bilan uzoq tez yozib, o'chirg'ich bilan tezda o'chirib tashaladigan narsaga o'xshataman. Assalomu alaykum Qirg'iziston. Tosh ko'tarib grija bo'lib qoldim. Maslahat bering. Grija bo'lgansizlar, prosta tosh ko'targaninglarga vaspaleniyasi og'riq bergan. Dalshi ko'taraveringlar, yengil-yengil, to'g'ri mashq qilsa qaytadi. ...89-yil, xo'sh. Atlet so'zini ma'nosi sog'lom, o'zini ustida ishlagan, baquvvat, fizический formadagi inson. Xo'p, assalomu alaykum Qashqadaryo, assalomu alaykum. Yog'ni qanaqa qilib yo'qotsa bo'ladi? Xorazm yaxshi, yoqdi. Onlayn kurs qancha? Xo'p. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Jizzax, assalomu alaykum. Garmon rosti bilan sarmalar. Sarma endi umrimda ko'rmaganman, даже ushlab ham ko'rmadim. Garmon rosti kimga kerak? Уже yoshi kattaroq yoki chempionatga qatnashadigan bolaga, lekin yosh yigitlarga ni в коем случае yaqinlashmanglar. O'zinglarniki yetarli darajada. Тем более onkologический
anaqa rakka moyilligi bor inson organizmini bilmaydi, gormon ro'sta qiladigan bo'lsa, negativniy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Qattiq mashqlardan keyin umuman mushakdagi og'riqlar qolmayapti. Nima qilish kerak? Normallik восстановление joyida. Feruza Normatova videosini ko'rdingizmi? Nima qildi videosini ko'rganim yo'q. Feruza Normatovani ijotlariga rivoj tilayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum assalom. Nimadan motivatsiya olasiz debdi. Oyog'im yurib, yuragim urib turganda motivatsiya olaman. Ota-onamni xizmatiga bel bog'laganimni o'zi motivatsiya. Oilamni baxtli qilish zimmamda bo'lganimni o'zi motivatsiya. Va alaykum assalom, Xorazm. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Juda yaxshi. Okay, onlayn darsingiz necha pul? Onlayn darsim burchakda anaqa adminlarimga qilsanglar skidkada 1 oy davomida ro'za oyiga men har yili onlayn darsimga ham, offlayn darsimga ham skidka qilaman. Har kim o'zini qarichida ehson qiladi, men mana shu yo'lda ehson qilaman. 1 oy davomida, 1 kun emas. O'shanga offlayn yangi qo'shilgan shogirdlarim hayron bo'ldi-da, kecha oylik to'lov kelsa yarmini qaytarib bersam, nimaga deydi, men mana shunaqa ehson qilaman. Xursand bo'ldik, chunki o'sha yarim pulga uyiga bu narsalar olib boradi-yu, duo qilib qo'yinglar bo'ldi deyman. Xo'sh, assalomu alaykum. Sizni juda hurmat qilaman anchadan beri. Rahmat Eldor, ishingizga rivoj tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Uyda ikkita non qolmaganda olingan motivatsiyani. Nima deydi? Ikkita nonni 4 ta qiladigan ham o'zing. So'zing emas, o'zing. 8 ta qiladigan ham o'zing. Lekin o'zingga qarab turmasang, mabodo sal kasal bo'lib qolsang, o'sha ikkita noning ham bittaga aylanib qoladi. Shuning uchun sog'ligingdan xabar olsang, o'zim ustimda ishlardim. Latif bilan intervyuda ko'rasizlar. Xotinim bilan kakras hech nima qolmaganda 1 kilo go'sht pulini tejaymiz, olmaymiz deganlarim SMS-larimizni qo'yganmiz. Mana 1,5 yil o'tib, Xudoga shukr, Alloh aziz qilib qo'ysa, hech gap emas. Farg'ona, assalomu alaykum. Salom. Xo'sh. Yosh paytimda privka olganimda juda tak ozg'inman. Bo'y 185-70 kg. Ves olishni maslahat bering dedi. Endi ves olishni maslahat ber, nima deyman? Ovqat ko'p yeylar deyman-da, do'stim. Tabiiy semirishga maslahat bering. Tabiiy semiramiz, ovqat yeymiz, nima yeymiz? Masta va osh, somsalar yeysizlar-da endi. Ota-ona topgan tutganiga pishirib bergan moshxo'rda, makaron, shunaqa narsalar yeysizlarmi? Shuni maslahat beraman. Semirish oson. Bratga cho'tam, assalomu alaykum, va alaykum assalom. Kevin De Bruyne qanday qilib juda tez massa yig'ib olgan? Mishishniy pamyati bor. Mana shu juda ham zo'r savol. Bu comebackida juda tez yiqqani sabab, misol uchun siz ham 5-6 yil nakachiniy bo'lib olib keyin tashlab yorsangiz, keyin o'sha 5-6 oyda yana o'sha eski holingizga qayta olasiz. Muskulli xotirasi qoladi. Mashq qilib tanani yirik qilsa bo'ladimi? G'azabda asablaringizni qanday jilovlaysiz debdi. O'zim yaxshi ko'rgan ish qilaman, muzika eshitaman, mashinamda aylanaman. Va alaykum assalom. Sizni sportga qiziqtirgan inson kim? Endi har bir bolani o'ziga yarasha qiziqadi-yu, biz ham kinolarni ko'rib qiziqqanmiz-da. Ko'p yesam yesa olmayapman. Ko'p emas, ma'noli yeyish kerak. Muskul o'stirish so'raylar, semirishmi? Xudoga shukr, mana shunaqa narsa ham juda ham zo'r savol bo'ldi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Rahmat, va alaykum assalom. Aka, meni
tizzam turami, nima qilsam bo'ladi. O yaxshi, bu to'g'risida video qo'yganman. Begovaya doroshkada orqaga yuramiz. Valtaren degan gel bor. Agar unaqa chuqur turami bo'lmasa, haftasiga kuniga 2 mahaldan 2 hafta surasizlar. Agar o'sha chuqur bo'ladigan bo'lsa, fizioterapiyaga borasizlar. Bo'ptimi o'zim mo'yka? Mo'yka qilib bo'ptimi? Tashqariga chiqarib berish kerak ekan. Mayli do'stlar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, baxtli bo'linglar.